Assalomu alaykum, hurmatli Ekstrafos YouTube kanali obunachilari. Mana bugun 26-iyun kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga kelganmiz. Uchta 15 MPK mahsulotimizni mosh ekish uchun dehqonlarga bergan edik. Mana shu joydan video lavhalar qilib boramiz. Mosh ekishni boshlagan hozir. Mosh urug'i 15 kilogramdan ekilyapti. Ekstrafos 15 MPK mahsulotini hektarga 50 kilogramdan urug' bilan birga birato'la berib ketilyapti. Mosh uchun asosiy 3 ta oziq elementi. MPK, azot, fosfor, kaliy. Azotga talabi yuqori, fosfor va kaliyga o'rtacha talabi bor mosh. Azotga talabi yuqoriligining sababi mosh oqsil manbai hisoblanadi. Oqsil sintezi uchun birinchi navbatda azot muhim hisoblanadi. Keyingi asosiy 4-chi ko'p o'zlashtiradigan meza elementi oltin gugurt bo'ladi. Oltin gugurt sulfat ammoniy o'g'itida bo'ladi. Mikroelementlardan bor va molibdenga talabchan bo'ladi. Azot sintezi azot to'g'ri sintezlanib oqsilga aylanish uchun molibden birinchi o'rinda turadi. Nitroreduktaz degan ferment borda, shu ferment sintezlanishi uchun molibden kerak. Bor gullarni tashlab yubormaslik uchun selxozli bo'lish uchun kerak. Tavsiyamiz bozordan oddiy suspenziya qilayotganda shart emas, kanistrdagi suyuq o'g'itlar boshqa. Tarkibida molibden va bor saqlagan mikroelementlar, kaliy gumat va monokaliy fosfat aralashtirib suspenziya qilsangiz bo'ladi. Zo'r natija beradi o'sha. Ayniqsa shu gullashga o'tirayotganda borli va molibdenli o'g'itlarni suspenziya qilish kerak moshga. Gulni ushlab qolishlik uchun. Gulni ushlab qolish va donin yirik bo'ladi, tarkibidagi oqsil me'yorda bo'ladi. Mosh dukkakliklar o'zi aslida oqsil hajmi bo'yicha go'shtdan yuqori turadi. Lekin shundan sifatli oqsil, sifatsiz oqsil degan narsa bor-da, bularda sifatsiz oqsil bo'ladi moshda. Insonni tanasiga nisbatan kamroq so'riladigan shaklda bo'ladi-da, bulardagi oqsil. Bo'ladi. Oqsil ko'p. Aminokislotalari o'sha normada bo'lmaydi-da buni. Oqsillar hosil qilib turgan aminokislotalari inson uchun eng qulay formada emas. O'shaning uchun go'shtdan past yuradi. O'zi aslida miqdor bo'yicha go'shtdan yuqori. Kutilmalar MPK o'g'iti moshga berilganda mosh barvaqt pishadi. Kamida 5 kun, 1 hafta, 10 kungacha barvaqt pishadi. Moshni barvaqt yig'ishtirish imkoniyati bo'ladi. Kuzga havoga ikkinchi ekinga ekilganligi uchun mosh ba'zi bir yillar ob-havo noqulay keladigan bo'lsa, yomg'irlar qolib ketadigan paytlari ham bo'ladi-da. Ha, bo'ldi-da. Shuni moshni vaqtli pishgani dehqonga yaxshi. Ha, dehqonga yaxshi. Vaqtli pishadi, hosildorligi xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bu bizning kutilmalarimiz. Mana hozir dehqonimiz ishlatib boryapti. Yana kuzda, jo'jani kuzda sanaymiz deydi-ku. Inshaalloh. Kuzda natijalarni ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa. O'suvlarini ham ko'rsatib boramiz keyingi fazalarni. E'tiboringiz uchun rahmat.